bola uchun shifo ulashaman deb zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin bo'lgan dori-darmonlar. Birinchisi immunomodulyatorlar, ya'ni virusga qarshi vositalar. Hamisha ham virusga qarshi vositalar bola uchun immunitetni ko'taruvchi yoki bo'lmasa bolada kechib turgan yallig'lanishni davolovchi preparat hisoblanmaydi. Ikkinchi preparatlarimiz natroplar, ya'ni bolani aqliy faoliyatini yaxshilayman, uxlashini yaxshilayman deb ortiqcha natroplardan foydalanish bolada ortiqcha hayajonni rivojlanishina yoki bo'lmasa uyqu faoliyatini buzilishina sabab bo'lishi mumkin. Shu sababdan ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarda natroplardan foydalanishni qo'llamaydilar. Uchinchi guruh dorilarimiz bu yo'talga qarshi dorilar, ya'ni balg'am ko'chiruvchi yoki balg'am suyultiruvchi preparatlar. Asosan yosh bolalarda, ya'ni chaqaloqlarda balg'am ko'chiruvchi, balg'am suyultiruvchi dorilar bola uchun zarar hisoblanadi. Chunki ularni nafas tizimi hali tor, bularda yo'talish refleksi yaxshi rivojlanmaganligi sababli bu preparatlarni berib, bolada balg'am hisobini o'pkani dimlanishina sabab bo'lishimiz mumkin. Shu sabab bu preparatlarni foydalanish mumkin emas. 4-guruh dorilarimiz bular antibiotiklar. Bolada oddiygina shamollash bo'lsa ham, bizada tana harorati ko'tarilmasa ham antibiotiklardan foydalanish an'anaga aylangan. Bu katta xato hisoblanadi. Antibiotikni o'zi bola organizmini kurashuvchanligini susaytirib, bolada qo'shimcha kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin, ya'ni turtki bo'lishi mumkin. 5-si turli xil vitaminlardan, ya'ni multivitaminlarni bola organizmida zarurati bo'lmagan holatlarda berish hisoblanadi. Ko'pchilik ota-onalar turli xil vitamin gruppalar, komplekslar, ya'ni multivitaminlar, vitamin D, kalsiy, A, E turli vitaminlarni palapartish ravishda bolasina berib, gipervitaminoza sabab bo'ladilar. Bundan tashqari jigara ortiqcha yuk hisoblanadi buning preparatlar. Iloji bo'lsa, bolani organizmida qaysi vitamin yetishmovchiligi borligini bilib, kerakli vitamindan foydalanishni tavsiya etaman. Bolangizga dori berishdan oldin shu berajak doringizni xalqaro standart bo'yicha isbotlanganmi, bola uchun mumkinmi, haqiqatan to'g'ri berayotganligingizni tekshirib, shifokor maslahatini olgandan so'ng berishni tavsiya etaman. Siz o'zingizni bolangizga yuqoridagi dorilarni shifokor maslahatisiz berayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring.